Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Doimiy menga berilib kelayotgan savol bu qanaqa qilib qomatimni normada ushlab turishim. Bugun sizlarga ochiq oydin aytmoqchiman. Ya'ni ko'pchilik aytadi, ko'rganlar, nega siz semirmaysiz deb. Hatto mana ishoninglar, hozir ham pizza yeb o'tiribman. Buni qaranglar. Necha yildan beri men NL kompaniyasini bilaman. Mana shu Draim bilan kokteylini ichib kelaman o'rtoqlar, vaznimni ushlash uchun. Lekin sizlar bemalol agar ortiqcha vaznda bo'lsanglar, ozish uchun ichsanglar ham 5 kilodan 10 kilogacha bitta kurs o'zida ozishinglar mumkin. Men ozishga ehtiyojim bo'lmagani uchun, prosta o'zimni normada ushlab yurish uchun qarayda уже ichib qo'yib endi olmayman istoriya. Ortiqcha semirib ketmaslik uchun ichib yuraman. Mana shu drain effektini sevaman. Ko'pchilikda atyok ko'p bo'lib ketadi, ishib ketadi. Bu organizmdagi suv miqdori. Sizlar mana shu narsani ichib yursanglar, ta'mi rosa yoqimli. İçib yursanglar, o'sha ortiqcha hamma shlak, toksin suvlaringlarni yuvib